Assalomu alaykum hurmatli Baxtiyor Art Studio hamda tasviriy san'at kanali obunachilari hamda kanalimizda ilk bora mehmon bo'lib turgan siz azizlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Sizlarga xush kayfiyat hamda san'atning go'zalligini tarannum etish maqsadida ushbu kontentni olmoq niyatida sizlarga yuzlandim. Mana bu yerda turgan mana transportyor chizish asbobi. Keling, mana bu yerda sinf doskasi. Bu yosh avlod qalbiga ta'lim va tarbiyani jon baxshida etayotgan, mana bu mehnat qilayotgan sinf doskamiz. Bunda o'quvchi yoshlarimiz ta'lim va tarbiyani shu orqali olishadi va o'qituvchilar mana shu doska orqali o'z mahoratini ko'rsatib, yosh avlod qalbiga ilm, ziyo, ma'rifat nurini taratadi. Marhamat, keling, mana shu transportyor orqali qanday qilib o'zbek milliy naqshlarini grafik uslubida ishlash mumkin. Buni oxirigacha kuzatamiz. Hozirdan kanalimizni tark etmang azizlar. Marhamat, ushbu kontentimiz sizlar uchun. Demak, mana transportyor asbobimizni mana shu holatda qo'yamiz. Demak, bu bizda yarim doira shaklida. Mana markazni belgilab oldik. Mana yuqori qismini ishladim va past qismini ham xuddi shu tartibda, demak, bir butun aylana, ya'ni shu doirani mana shakllantirdim va yana mana shu markazni oldim. Mana endi keyingi qiladigan ishimiz mana shu doiramizning markaziga shu tartibda qo'yamiz. Yana transportyorni mana bu holatda yo'nalish bo'yicha ishlab chiqamiz. Va mana ko'ryapsiz, mana bu yopiq doiramizni mana bu ikkala chetini mana kesib o'tgan nuqtalar bilan tutashgan nuqtalar. Va yana mana bu yerga qo'yamiz. Yana shu tartibda davom etamiz. Mana bu yerga hosil bo'ldi. Mana bu yerga yana mana bu markazni olib qolamiz. Yana shu holatda davom etamiz. Yana mana bu yerga hosil bo'ldim va ana shu nuqtaga biz mana transportyorimizning markazini qo'yamiz. Mana nuqtaga qo'ydik va yana shu holatni biz ana shakllantirdik. Va eng so'nggi nuqtamizga ham markazni mana bu markazni qo'yamiz. Va mana bu holatda mana bu joylarimiz shakllanadi. Va bizda natijada nima hosil bo'ldi? Bizda mana shu naqshimizning simmetrik asoslarga ega bo'lgan barglarimizning shakli hosil bo'ldi. Keling, mana bu o'rta markazdan yana bir doira shaklini beraylik. Mana shu markazda qolsin. Mana endi mana bularni biz nima qilamiz? Qanaqasi qilamiz. Mana endi biz
barglarning orasiga paxta gulini, ya'ni ana shu milliy boyligimiz bo'lgan paxta gulini ishlaymiz bu yerda. Tasvirlaymiz. Demak, naqqoshlikda stilizatsiya degan termin bor. Stilizatsiya o'sha tabiiy shakllarni badiiylashtirish. Biz ana shu paxtamizni hozir badiiylashtirib naqqoshlikka ko'chiramiz. Mana buni ko'z chamasida ham buni ishlasak bo'ladi. Ko'z chamasini belgilab olsak bo'ladi. Ko'z chamasini ikkala bargimizning o'rtasini belgilab olamiz. Belgilab oldik. Ana endi mana shu simmetriya o'qiga nisbatan mana buni tenglikda ta'minlab beramiz. Paxtani. Mana bu tartibda. Keling buni qalinlashtiraylik. Yanada bizga yorqinroq va tiniqroq ko'rinarli holatda bo'lsin. Yana shu tartib. Demak, bizda nima davom etadi? Bizda ritm davom etadi. Ritm shu takrorlanib keluvchi elementlar. Mana shu elementlar takrorlanib kelyapti. Mana. Qalinlashtiramiz. Mana bu mana grafik uslubida yana shu sinf doskasiga oq bo'g'i bilan mana shu doira ichidagi naqshni shakllantiramiz. Transporter asbobi asosiy. Bizda bu ana shu mana menimcha bu hammaga ko'rinadi bo'lyapti. Keling, yana bunga yana qo'shsak bu naqqoshlikda shunday bir jarayon borki, bunda naqqoshlikda qanchalik kompozitsiya qilib element qo'shaversangiz, naqshimiz shunchalik kengayib, bir yaxlit bir kompozitsiyani hosil qilaveradi. Lekin biz shu yerda bir qisqa jarayonni bir ko'rsatib bermoqchi edim. Demak, buni qo'shsak elementlari bilan, o'sha novdalar deysizmi, shkufta deysizmi, bular hammasi bog'lanmalar bilan bog'lanib, keyin bir yuzani tashkil etuvchi naqsh bundan hosil bo'lishi mumkin. Keling, shu o'rinda mayli, mana bu bargga yana mana bu holatda bir element qo'shamiz. Keling, qiziqarli bo'lsin-da bu. Mana bu. Sal bizda boyroq bo'lsin-da. Mana mencha ko'rinadi deb-da bu. Ular naqshni shunday ishlash kerakki, ular sinmaslik kerak. Ular silliq va ravon bir-biriga tutashib, hamda buralish kerak. Silliq bo'lishi kerak. Agar mana holatdan mana holatni olib ketsak yoki mana holatni olsak, ular sinadi. Sinmaslik kerak. Ular silliq va ravon o'tishi va ana shu naqshimizning nozikligini bu ta'minlab beradi. Mana bir-biriga qo'shilganda ham mana silliq bo'lishi kerak-da bular. Mana holat. Bunisida ham shu holatni takrorlaymiz. Ritm bilan takrorlanish elementlar ketma-ketlikda bir-birini takrorlaydi. Mana hurmatli azizlar, bunga hozir
bu grafik uslubida yana o'sha bezaklarni belgishsak bo'ladi. Mana bu yerda qarg'ilari bor yoki boshqa tugalanadigan ishlari bor. Mana bularni ham biz ko'rsatib o'tsak bo'ladi. Menimcha shu o'rinda ushbu kontentimizni hozir men yakuniga yetkazaman. Buni ishlasak yana o'sha daqiqalar, vaqtlarimiz ko'payib boradi. Demak, buni keyingi amal ishimizni aynan mana shu jarayonni men chizaman va bunga ana shu so'nggi yakuniy bosqichidagi beriladigan bezaklarini endi bular o'sha rang asosida tekis yuzaga to'g'ri qog'ozga ishlaganimizda ham rang asosida bular o'sha targ'il, ya'ni o'sha yakuniy bezak ishlari amalga oshiriladi. Men ana shu jarayonni grafik uslubida mana shu bo'r yordamida ana shu jihatlarni keyingi kontentimda men buni ko'rsatib beraman. Demak, ushbu kontentim, ya'ni ushbu video lavhamiz sizlarga yoqqan bo'lsa, hurmatli azizlar, Kalamzor obunachilar hamda mehmonlarimiz, izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Yana sizlarga qaysi yo'nalishdagi mana shu doskada rasm chizish qiziq bo'ladigan bo'lsa yoki naqshimiz doira ichida, kvadrat ichida, to'rtburchak ichida, uchburchak ichida, beshburchak ichida, ana shu geometrik shakllar ichida umumiy olganda bajarish sizlarga qaysi biri qiziqlik tug'diradigan bo'lsa, o'z izohlarda kommentariy, ya'ni o'z fikringizni yozib qoldiring va keyingi lavhalarimizni ana shu izohlar asosida tayyorlab berishga imkon qadar harakat qilamiz. Keyingi mashg'ulotlarimizda, mahorat darsimizda, master klassimizda ko'rishguncha, xayr azizlar. Sizlar bilan oliy toifali tasviriy san'at va chizmachilik fanlari o'qituvchisi Tursunov Baxtiyor Ubaydullayevich bo'ldi. Ko'rishguncha azizlar.